Turkiya tog'ora markazini obzor qilib beraman. Bu kirmoshimiz. Az kirgancha nimalar bor, sizlarga hozir ko'rsataman. Bor kirganda shunaqa sappa idishlarimiz, tog'oralar tayyorlab qo'yishibdi, holvalarimiz, shashliklar, tandir go'shtlar, julenlar, issiqqina qaynoqina nonlar, tabakalarimiz, assortilar, paketlarda, katta julenlarimiz, assortimiz yana idishda so'raganlar uchun Dubay patnoslarimiz hammasi bor, kemalarimiz hammasi bor. Sotuvda tog'oralar ham bor. Sarpamiz mana. Har xil ranglari bor, 10 xildan oshiq bor. Tayyorlab qo'yishibdi mana. Dastlabki chipetlarni to'ldirib qo'yishgan. Qizlarga naborimiz, o'g'il bolaga naborimiz. Bu burchakda Sarpo markazimizdan Turkiyadan kelgan tovarlar